Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan IELTS darslarimizning navbatdagi 93-sonda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Sizlar bilan Iskandar Kamoldinov, xalqaro toifadagi ingliz tili o'qituvchisi. Agar tayyor bo'lsanglar, unda ketdik. As usual, we are going to start our lesson with the lesson agenda. Throughout the class today, we'll be talking about IELTS Part 2 with the help of a sample cue card, which you are going to see in IELTS Speaking Part 2. And then we are going to talk about different strategies that will help us to develop our ideas and put them into the right flow. So if you are ready, let's get it started. Keyin birinchi navbatda bugungi darsimizni lesson agendasi bilan tanishib olamiz. Demak, bugungi darsimizda biz sizlar bilan IELTS Speaking Part 2 ga to'xtalamiz. Va ushbu darsimiz davomida Part 2 da beriladigan cue card asosida, ya'ni sample question asosida biz javobimizni qanaqa rivojlantirish mumkin, shu to'g'risida gaplashamiz. Va uning uchun aniq strategiyalarni bugun ko'rib chiqamiz. Va ushbu strategiyalar orqali biz o'zimizning javobimizni yana ham ravon va yana ham yaxshilashga harakat qilamiz. Demak, agar tayyor bo'lsanglar, unda boshladik. Demak, ekraningizda ko'rib turgan ushbu informatsiyalar IELTS Speaking Part 2 da kandidatlarga examiner tomonidan taqdim etiladigan cue card hisoblanadi. Hamda ushbu cue cardimiz biz oldingi darslarimizda o'rganib o'tganimizdek 3 ta asosiy qism. Birinchi qismi main topic, ikkinchi qismi bullet points hamda oxirgi qismi promptslardan iborat bo'ladi. Demak, ushbu berilgan cue card bilan tanishib chiqish uchun sizlarga 30 soniya vaqt. Demak, yaxshilab tanishib chiqamiz. Keyin endi birgalikda ushbu berilgan sample cue card bilan birgalikda yaqindan va batafsil tanishib olamiz. O'tgan darslarimizda biz sizlar bilan gaplashgan edik. Cue cardimiz asosan 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi main topic, ya'ni asosiy mavzusi, bullet pointlar hamda promptslar. Keyin endi ushbu qismlarga bo'lib birgalikda ushbu cue card bilan yana ham batafsil tanishib chiqamiz. Demak, ushbu cue cardimizning asosiy mavzusi describe a memorable journey you have taken. Ya'ni siz qilgan esda qolarli sayohatni tasvirlab berishingiz kerak ekan. Demak, asosiy mavzusi esda qolarli sayohat. Demak, ushbu sayohat to'g'risida siz gapirishingiz kerak bo'ladi. Demak, javob berish davomida siz quyidagi berilgan bullet pointlarga ham javob berishingiz mumkin bo'ladi va bu orqali siz javobingizni yana ham rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni you should say where you went, ya'ni qayerga bordingiz, how you got there, u yerga qanaqa qilib bordingiz, who you were with, ya'ni kim bilan bordingiz yoki kim bilan edingiz, and explain why the journey was memorable. Hamda nima uchun ushbu sayohat esda qolarli bo'lganini tushuntirib berish kerak bo'ladi. Demak, o'sha asosiy bizning qismimiz esda qolarli sayohatni gapirib berishimiz kerak ekan. Bundan tashqari pastdagi bullet pointlarga javob berish orqali biz o'zimizning javobimizni yana ham rivojlantirishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda bitta narsani yaxshilab esingizda saqlashinglarni iltimos qilgan bo'lardim. O'sha bullet pointlar sizlarga yordam beradi. Ya'ni javobinglarni shakllantirishga va o'sha flowni tashkillashtirishga yordam beradi. Lekin bu yerdagi hamma bullet pointlarga javob berishim shart. Ularga qanaqadir javob bermasam balim minus bo'ladi degan bu yerda qo'rquv bo'lmasligi kerak bo'ladi. Demak, o'sha esda qolarli sayohatga aloqador narsani gapirsangiz, demak bu javob sifatida qabul qilinadi. Bu yerdagi qaysidir bittasi javobsiz qolib ketsa, that's fine. Demak, xavotir olishga o'rin yo'q. Describing feelings and opinions. O'tgangi darsimizda biz Part 2 da bizga juda ham asqotadigan ayrim strategiyalarni gaplashib o'tgan edik. Demak, bugun sizlar bilan biz qanaqa qilib o'zingizning fikringizni hamda hissiyotlaringizni ifoda qilishni Part 2 da o'rganamiz. Demak, Part 2 ni savolni olgach, unga javob berish jarayonida o'zingizning fikringizni, bundan tashqari o'zingizning hissiyotlaringizni ifoda qilish juda ham muhim bo'ladi. Bu yerda hissiyot deganda u qanaqa bo'ldi? Siz undan zavqlandingizmi? U sizga yoqdimi? Ya'ni o'sha journey sizga yoqdimi? Unda qanaqangi hissiyotlarni o'z boshingizdan kechirdingiz? Qo'rqdingizmi? Shu narsalarni aytib o'tish kerak bo'ladi. Bundan tashqari o'zingizning fikrlaringizni ifoda qilishingiz kerak. Ya'ni meni fikrimcha har bitta odam bunaqangi sayohatlarga chiqib turish kerak. Chunki sayohat odamga ko'p narsani o'rganishga yordam beradi degan o'zingizning fikringizni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bularni siz aytib o'tishingiz uchun sizga ma'lum bir frazalar kerak bo'ladi. Va ushbu frazalar orqali hozirgi aytayotgan narsangiz bu sizning hissiyotingiz, bundan tashqari sizning fikringiz ekanligini bayon qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyin navbatdagi slaydda ushbu feelinglarni hamda opinionlarni bizga describe qilishga yordam beradigan frazalar bilan yaqindan tanishib olamiz. Phrases to describe feelings
and opinions. Demak, bizga quyidagi 3 ta frazalar taqdim etilgan. I was amazed by. Demak, men juda ham hayratda qoldim, juda ham shu narsa menga yoqdi degan ma'noda I was amazed by the hospitality of Uzbek people. Ya'ni men juda ham hayratda qoldim pozitiv ma'noda o'zbek xalqining mehmondo'stligidan. yoki da I believe that. Demak, o'zingizni fikringizni aytayotganingizda va nimagadir ishonsangiz, I believe that traveling will definitely help a person to broaden his horizons. Ya'ni odamga sayohat uni o'sha krugozorini kengaytirishga juda ham yordam beradi. Bundan tashqari I felt, ya'ni men shu narsani his qildim. I felt scared. I felt really frightened. yoki da demak I felt really amazed. Demak, xuddi shu formatda siz javobingizni berishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ham ma'lum bir frazalar bor. Bularning sinonimlarini siz internet resurslaridan, kitoblardan qidirgan holatda ushbu vocab bankni rivojlantirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni I like, I'm really into. Shunga o'xshash frazalarni ham siz bemalol internet resurslaridan topib ularni ham qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Demak, Part 2da javob berish jarayonida o'zingizni fikringizni hamda hissiyotlaringizni albatta ifoda etishingiz kerak bo'ladi va bu sizga o'zingizni javobingizni yana ham rangliroq qilib berishga yordam beradi. Kelinglar endi sizlar bilan ushbu hozirgi o'rgangan strukturamiz va strategiyamizga asoslangan o'sha part 2ni bitta qismini ko'rib chiqamiz. Demak, ekranga yaxshilab e'tibor berasizlar. I was amazed by the sheer size of the wall and I believe it is a testament to human determination. Demak, men juda ham hayratda qoldim. O'sha buyuk Xitoy devorini aniq hajmidan, o'sha aniqligidan juda ham hayratda qolganini aytyapti. Hamda I believe it's a testament to human determination. Hamda bu o'sha odamning determinationiga nisbatan bitta meros sifatida ko'rish mumkin, qarash mumkin degan fikrni bildirib o'tyapti. Demak, bu yerda o'sha ikkala kombinatsiyani ham ko'rishingiz mumkin, ya'ni bu yerda o'zini hissini va bundan tashqari o'zini fikrini berib o'tganligini. Demak, xuddi shu formatda sizlar ham o'sha internet resurslaridan savollarni topib, sample savollarga o'zingizlarning javobinglarni kommentariy bo'limida qoldiringlar. Ularga og'zaki javob berish va quyidagi o'rgangan frazalarimizni ishlatish sizlarga javobinglarni yana ham yaxshiroq qilishga va ularni erkinroq foydalanishga yordam beradi. Concluding your talk. It is very important to be able to summarize all the information once you have described everything that you wanted related to the topic of IELTS Speaking Part 2. By this, you can say to the examiner that you have finished your answer at the same time that you have summarized all the information that you have talked in your answer. Demak, biz gaplashib o'tganimizdek, Speaking Part 2da sizga o'sha javobingizni berish uchun 1 daqiqadan 2 daqiqagacha bo'lgan vaqt ichida imkoniyat beriladi va siz o'sha vaqt davomida o'zingizni javobingizni berishingiz kerak bo'ladi. Masalan, u bo'lishi mumkin hozir ko'rib o'tganimizdek esda qolarli qanaqadir sayohat yoki-da siz qabul qilgan qanaqadir qiziqarli sovg'a yoki-da bo'lishi mumkin qanaqadir muhim qaror. Demak, o'sha mavzu to'g'risida gapirayotganda siz o'zingizni javobingizni tugatishdan avval uni xulosa qilib berishingiz kerak bo'ladi va xulosa qilish juda ham muhim hisoblanadi. Sababi bu orqali siz o'sha ekzamenlarga ushbu sizni xulosangiz gapirib o'tgan hamma informatsiyalaringiz ichida yakuni sifatida ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Va xulosa qilishda bizga quyidagi chanklar juda ham asqotadi. Keyin ular bilan birgalikda birma-bir tanishib chiqamiz. Phrases to conclude the talk. The first one, to sum up. Demak, birinchi navbatda biz o'rganishimiz mumkin bo'lgan o'sha conclusionni ifoda etuvchi frazamiz bu to sum up, ya'ni xulosa qilganda. Bundan tashqari in conclusion yoki da that's why, shuning uchun. Demak, ushbu frazalardan foydalanib, siz o'zingizni o'sha part 2dagi javobingizni yakuniy xulosa qilib, bitta qilib jamlashingiz mumkin bo'ladi. Buni misol sifatida kelinglar biz quyidagi misoldan foydalanamiz. To sum up, my trip to Great Wall was an unforgettable experience that gave me a deeper appreciation for history. Xulosa qilib aytganda, meni buyuk devorga bo'lgan sayohatim umuman esdan chiqmaydigan, juda ham qiziqarli sayohat bo'ldi va u menga tarixni yana ham sevish hissini berdi degan ma'noda o'zini javobini yakunlaganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Demak, oldingi darsda va bugungi o'rgangan strategiyalarimizdan foydalanib, biz o'zimizni part 2 javobimizni yana ham rivojlantirishimiz va ularni o'sha bitta flowga solishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun o'sha oldingi darsda o'rgangan, bu darsda o'rgangan har bitta strukturamizni qayta takrorlash va ularni o'sha sample questionlarga javob berishda ishlatish orqali yana ham sizlar automated variantga keltirishinglar mumkin bo'ladi. Ya'ni tabiiy ravishda ularni ishlata olish, bundan tashqari o'ylamasdan o'sha struktura bilan gapirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Shuning uchun bu narsalarni albatta iloji boricha ko'proq takrorlash kerak bo'ladi. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan IELTS Speaking Part 2 da qanaqa qilib o'zimizni hislarimizni va fikrlarimizni ifoda qilish mumkinligini o'rgandik. Bundan tashqari unga juda ham asqotadigan frazalar bilan tanishdik. Va darsimiz davomida qanaqa qilib o'zimizni javobimizni xulosa qilish mumkinligini o'rgandik. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.